Assalomu alaykum hamyurtlar. Sizlarga bir iltimosnoma. Sizlardan iltimosim. Men Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanida Hatken qishlog'ida turamiz. Mana shu o'g'lim Qodirov Jamoliddin. Yoshi 24 yoshda. 1 yildan beri nefrit kasalligi bilan kasallangan. Mana 4 oydirki ikkala buyrak ishdan chiqdi. Dializda turamiz. 4 oy bo'ldi dializga tushganimizga. Qon kamlagan. Endi doktorlarning nazoratidan 4 oyda mana endi uyimizga keldik. Toshkentda Grudniy markaz Vohidovda operatsiyaga tayyorgarlik boshlaganmiz. Operatsiyaga. Shunga jicha mablag' kam, endi mablag'imiz yetarli emas. Shunga qarab saxovat peshola yordam bilan Xudo xolasa inshaalloh Alloh yo'limizni bersa, mana shunda endi bolam juda ham yosh. Alloh yo'limizni ochiq qilsin avvalo. Operatsiyaga tayyorgarlik qilayotganmiz. Xullas operatsiyaga qancha deyishlar bilasiz? 150 million miqdorda operatsiyaning o'ziga donorsiz. Endi shu mablag' bizda topa olmaymiz hozir. Chunki 1 yildan beri doktorlarda endi yotish o'zini davolash o'zi topganimizda sarf qilyapmiz. Endi Xudo xolasa endi mayli. O'g'limiz uchun harakat qilamiz. Sizlardan ham iltimos qilamiz. Hamma narsa ko'pchilik bilan, el bilan, yurt bilan degan gap bor. Erimizdan, yurtimizdan qo'ymasin ilohim. Sizlardan ham iltimos qilib qolaman. Alloh mana shu o'g'limni bulardan bexabar to'y boshlab qo'ygandik. Mana to'ylarimiz ham qoldi. Ilohim Xudo xolasa nasib qilsa Xudo xolasa sizlar bilan birga baham ko'ramiz to'ylarimizda. Ko'pchilik yordam bilan Ilohim. Sizlardan iltimosim shu. Bola qancha yil? 1998-yil o'g'lim. Ikkita buyrak ichki filtrlari ishdan chiqqan. Endi tezlik bilan operatsiya qilishga muhtojmiz. 4 oydan beri mana shu ahvolga zo'rg'a keltirdik endi. Bundan buyog'iga Alloh shifo bersa. Ajabmas. Bor. O'pkasida qon tuflaydi. Avval buni davolashimiz kerak. Burundan qon. Unga mablag' yo'q. Yuragini davolatishimiz kerak. Operatsiyagacha bu o'g'limni avval davolatib olishim kerak. Endi hamma yoq bir teng kelib turibdi. Xudo xolasa endi sizlardan umidimiz ko'pchilik bilan. Donor kim donor? Donor men o'zim. O'zim. Endi bugun kechasi jo'nashim kerak. Dadasiga tashlaymiz. Dializga Xudo xolasa. Chiqarsangiz videoni hamma yordam bilan ko'pchilik. Ilohim. Duo qilsangiz, Xudo xolasa. Ilohim. Avvalo Allohdan. Musofirdagilar Xudo xolasa ko'p ko'radi inshaalloh. Musofirdagilar ham bir aqlli duo qilib qo'ysangiz, men ham ishimni olib Ilohim. Musofirda yurganlarimiz Alloh hamisha yo'llarini ochiq qilsin. Shu hamyurtlarimizdan ham najot so'raymiz. Ilohim yo'llarini ochiq qilsin. Begona yurtlarda Alloh hamisha o'zi asrasin. Imkoniyatimiz cheklanganligi uchun shulardan najot so'raymiz avvalo. Saxovatlarni ayashmasin. Alloh shularni bir bersa, mingini Alloh bersin, Allohim. Topganlarga barokat bersin. Najot tilaymiz birinchi o'rinda. Sabr toqat hammamizga. Safardagilarimiz Alloh safarlarini bexatar qilsin. Oilalari bag'riga eson-omon qaytishligini Allohdan so'raymiz.